Diqqat aholiga tezkor xabar. Pensiya haqida ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Endi ayollar 55 yoshni kutmasdan pensiyaga chiqishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra ishchi ayollar pensiya yoshiga yetmasdan turib ham pensiyaga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar ayolning mehnat staji kamida 20 yil bo'lsa, u belgilangan 55 yoshni kutmasdan 1 yil oldin 54 yoshda avtomatik tarzda pensiyaga chiqishi mumkin. Belgilanishicha 2026-yil 1-iyundan boshlab ayolning ish staji 20 yilga yetgan bo'lsa, qonun bo'yicha belgilangan yoshdan 1 yil avval pensiya tayinlanadi. 53 yoshda pensiyaga chiqish mumkinmi? Loyihaga ko'ra, agar ayol 22-25 yillik ish tajribasiga ega bo'lsa va mehnat sharoiti og'ir toifaga kirsa, u holda 53 yoshdan boshlab pensiyaga chiqish imkoniyati beriladi. Yangi qonun loyihasi yoz faslining 1-oyidan amalga kirishi kutilmoqda. Do'stlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.